Muskulni kuchaytirmang, aqlni kuchaytiring. Sport mahsulotlariga fikringiz qanday? Juda yaxshi sport. Sog'lom bo'ladi, odam tanasi sog'lom bo'ladi. Sport mahsuloti misol uchun protein bor, geyner qo'shimchalar ichiladi sport paytida. O'shalarga ularga Bu Brusli ham o'zi gemer anaqalardan, proteinlardan foydalangan, faqat tabiiysidan 10 ta tuxumni yutib yuborardi. Anaqalardan, dorilardan ko'ra o'sha yaxshi. Lekin Einsteynning bitta ajoyib gapi bor-da, kachat muskuli, kachat nada mazgi. Nima degani bu? Muskulni kuchaytirmang, aqlni kuchaytiring. Bruslining o'zi aytgan. Men eng zo'r urushganda ham uzog'i bilan 10 tasini yengaman. Lekin yarim grammlik qo'rg'oshi mendekasini 100 tasini yengan. O'shaning uchun ular ham endi kerak-ku. Men ko'proq aqlga murojaat qilishimiz kerak. Sport avvallari sport bilan shug'ullangan yaxshi. Masalan, Afrika davlatlarida yurak kasalligi, ortiqcha vazn kasalliklari yo'q. Nimaga bilasizmi? sog'lom turmush tarzini olib Sog'lom turmush tarzi, shu. Tabiiy ravishda peshkom yugurib yuradi, transport yo'q o'tda. Bu peshkom yurishi ham o'zi sport hisoblanadi. Nima desangiz, eng katta oyoq qon tomirlari oyoqda joylashgan. Mehnatni ham hammasi o'zi qiladi. Bizdan bitta dona sizga sovg'amiz. Bu idish, ya'ni suv yoki sut, koktel xohlagan mahsulotlaringizni tayyorlab ichib yursangiz bo'ladi. Idishga bizdan sizga sovg'a.